Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videomiz hayotingizdagi eng muhim ma'lumotlardan birini o'z ichiga oladi. Ayniqsa, agar siz pensiyada bo'lsangiz yoki oilangizda pensionerlar bo'lsa, bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingiz shart. Bugun men sizni katta muammolardan, pul yo'qotishdan, hatto mol-mulkingizdan ayrilib qolishdan qutqaradigan bir sirni ochib beraman. Bu shunchaki ogohlantirish emas. Bu mutlaq zarurat. Sizdan hech narsa talab qilmasdan faqatgina ma'lumot berish orqali sizni himoya qilishga harakat qilaman. Shu sababli hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot boshqa ko'plab pensionerlarga ham yetib boradi va ularni ham firibgarlarning tuzog'idan qutqaradi. Aziz do'stlar, avvallar hayot biroz boshqacharoq edi, to'g'rimi? Biz ko'pincha hukumatning rasmiy xatlariga, davlat idoralarining vakillariga shubhasiz ishonardik. Katta yoshdagi avlod vakillari uchun bu ishonch juda tabiiy edi. Chunki biz bilardikki, davlat o'z fuqarolariga g'amxo'rlik qiladi va har bir qog'ozning ortida qonuniy kuch bor. Firibgarlar ham bor edi, albatta, lekin ularning sxemalari ancha sodda edi. Ular ko'pincha sizning eshigingizga kelib, o'zlarini biror bir tashkilot vakili sifatida tanishtirar edilar. Ammo ularning takliflari ko'pincha oddiy va osonlikcha fosh bo'lar edi. Ba'zan ular qo'shni kvartiradan kelganligini aytib, kichik miqdorda pul so'rashar yoki hech qanday hujjat bermasdan yordam taklif qilishar edi. Ularni o'sha vaqtda ham ajratib olish imkoniyatlari mavjud edi. Lekin bugungi kunga kelib vaziyat tubdan o'zgardi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi, har xil yangi xizmatlarning paydo bo'lishi, ayniqsa moliyaviy sohada firibgarlar uchun ham yangi imkoniyatlar yaratdi. Endi ular shunchaki sizning uyingizga kelishmaydi. Ular sizning telefoningizga qo'ng'iroq qilishadi, internet orqali aloqaga chiqishadi. Hattoki davlat xodimi, bank xodimi yoki ijtimoiy ta'minot bo'limi vakili sifatida o'zlarini juda ishonarli qilib tanishtirishadi. Ularning gapirish uslubi, kiyinishi, hattoki o'zlarini tutish ham rasmiy shaxsga juda o'xshaydi. Ular sizga pensiya qayta hisob kitobi, yangi imtiyozlar, maxsus yordam dasturlari yoki qarzlarni bekor qilish kabi jozibador takliflar bilan murojaat qilishadi. Bu takliflar shunchalik shirin bo'ladiki, ularni rad etish juda qiyin bo'lib tuyuladi. Mana shu yerda bizning bugungi asosiy ogohlantirishimiz paydo bo'ladi. Ular sizga turli xil hujjatlarni imzolashni taklif qilishadi. Bu oddiy bir ariza bo'lishi mumkin. Yoki rozi bo'lish to'g'risidagi qog'oz, hatto vakolatnoma yoki qarzdorlikni tan olish to'g'risidagi shartnoma bo'lishi mumkin. Qaysi qog'oz bo'lishidan qat'i nazar, uning mazmunini to'liq tushunmasdan turib, hech qachon imzo chekmasligingiz kerak. Chunki bugun siz imzolagan bir parcha qog'oz ertaga sizni katta muammolarga, moliyaviy qiyinchiliklarga, hattoki uy joyingizdan ayrilishga ham olib kelishi mumkin. Bu juda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan harakatdir. Endi esa ushbu juda muhim masalaning tafsilotlariga chuqurroq kiramiz. Aynan qanday hujjatlardan ehtiyot bo'lish kerak? Kimlar ayniqsa xavf ostida va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda shuni bilishingiz kerakki, har qanday g'ayrioddiy, rasmiy bo'lmagan qog'ozni imzolashni talab qiladigan vaziyat. Ayniqsa bu qog'oz sizning pulingiz, pensiyangiz, mulkingiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringizga tegishli bo'lsa, bu jiddiy shubhaga sabab bo'lishi kerak. Bu qizil bayroqdir. Kimlar ayniqsa tashvishlanishi kerak? Afsuski, firibgarlar ko'pincha yolg'iz yashayotgan, texnik bilimlari cheklangan yoki tabiiy ravishda juda ishonuvchan bo'lgan pensionerlarni nishonga olishadi. Ular ayniqsa ko'pincha keksa yoshdagi ijtimoiy aloqalari kamroq bo'lgan. Yangiliklardan unchalik xabardor bo'lmagan insonlarni o'z tuzoqlariga ilintirishadi. Chunki bunday odamlar ko'pincha yordamga muhtoj bo'lishadi va firibgarlar ularning ishonchidan va umididan foydalanishadi. Ular yolg'izlik va ijtimoiy yordamga bo'lgan ehtiyojni mohirona suiiste'mol qilishadi. Kimlar esa nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Bu albatta hushyor. Har qanday shubhali taklifni oila a'zolari, advokatlar yoki boshqa ishonchli shaxslar bilan maslahatlashadigan, rasmiy ma'lumotlarni tekshiradigan kishilardir. Shuningdek, internet va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni biladigan. Yangiliklardan xabardor bo'lgan pensionerlar ham nisbatan himoyalangan hisoblanadi. Keling, bir necha aniq misollar orqali vaziyatni tushuntiray. Bu misollar hayotdan olingan va afsuski tez-tez uchrab turadi. Misol bitchi. Pensiya qayta hisob kitobi firibgarligi. Tasavvur qiling, Nodira opa 75 yoshda u bir o'zi yashaydi. Bir kuni uning eshigini 2 nafar kishi taqillatadi. Ular o'zlarini pensiya jamg'armasining
yoki ijtimoiy himoya agentligining maxsus bo'limidan kelgan vakillar deb tanishtirishadi. Ular Nodira opaning pensiyasi bo'yicha hisob kitoblarda xatolik borligini va davlat unga kam pensiya to'laganini aytishadi. Ular Nodira opaga pensiyasini oyga 200 ming so'mga oshirishni taklif qilishadi. Buning uchun faqatgina bitta qayta hisob kitob hujjatini imzolash kerakligini aytishadi. Nodira opa juda xursand bo'lib, hujjatni diqqat bilan o'qimasdan imzolaydi. U nafaqaga chiqqandan beri har doim hukumat idoralariga ishongan. Hujjatda juda mayda harflar bilan yozilgan bir necha jumla bor edi. Ammo Nodira opa ko'z nurining pastligi sababli ularni o'qimaydi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, u imzolagan narsa pensiya jamg'armasiga emas, balki notarius orqali rasmiylashtirilgan Nodira opaning bank hisobiga kirish huquqini beruvchi to'laqonli vakolatnoma bo'lgan. Vakolatnomada uning pensiya kartasi va bankdagi jamg'arma hisob raqamlariga erkin kirish huquqi berilgan. Firibgarlar bir necha kun ichida Nodira opaning bank kartasidan barcha pullarni, jumladan uning yig'ilgan jamg'armasi bo'lgan 21 million so'mni yechib olishgan. Natijada Nodira opa nafaqat va'da qilingan oshirilgan pensiyadan mahrum bo'lgan, balki yillar davomida to'plagan jamg'armasidan ham ayrilgan. U bu haqda bilganda hayoti ustun bo'lib ketgan. Chunki bu pul uning yagona moddiy ta'minoti edi. Misol 2. Yangi imtiyozlar va dasturlar firibgarligi. Akmal aka taqim yoshda o'zining hovli uyida bir o'zi yashar edi. Bir kuni uning telefoniga qo'ng'iroq bo'ladi. Go'yoki davlat tomonidan yangi ijtimoiy dastur doirasida pensionerlarga bepul tibbiy ko'rik va uyini kichik ta'mirlash xizmati taklif etilayotganini aytishadi. Akmal aka yosh tufayli shifokorga borishga qiynalardi. Shuning uchun bu taklif uni juda qiziqtiradi. U rozi bo'ladi va 3 kundan keyin 2 kishi uning uyiga tashrif buyuradi. Ular o'zlarini davlat tibbiyot markazi va kommunal xizmatlarning vakillari deb tanishtirishadi. Ulardan biri Akmal akani qon bosimini o'lchash, yurak urishini tinglash kabi oddiy tibbiy ko'rikdan o'tkazadi. Ikkinchisi esa uning uyidagi eskirgan 2 dona rozetkani yangisiga almashtiradi. Xizmat yakunida ular Akmal akadan xizmatdan mamnunlik to'g'risidagi qog'ozni imzolashni so'rashadi. Akmal aka ularga ishongan holda qog'ozni diqqat bilan o'qimasdan imzolaydi. Uning ko'z o'ngida bu oddiy bir tasdiqnoma edi. Bir necha oydan keyin uning uyiga pochta orqali bankdan xat keladi. Xatda 15 million so'm miqdorida mikroqarz olganligi va uni qaytarish muddati o'tganligi haqida yozilgan edi. Akmal aka hayratda qoldi. Chunki u hech qanday qarz olmagan edi. Bankka murojaat qilgach, ma'lum bo'lishicha, u imzolagan hujjat aynan shu mikroqarz shartnomasi bo'lgan. Qog'ozda uy joyini ta'mirlash va tibbiy xizmatlar uchun degan band bo'lgan. Oddiy rozetka almashtirish va yuzaki tibbiy ko'rik uchun shuncha miqdorda qarzga kirib qolgan. Endi u har oy bankka katta foizlar bilan ertalabki nonushta va kechki ovqatdan tejab pul to'lashga majbur. Misol 3. Qarzni bekor qilish firibgarligi. Fotima xola 7 yoshda Toshkent shahri chekkasidagi kvartirasida yashardi. Uning kommunal to'lovlardan o'zgina taxminan 2 million so'm miqdorida qarzi bor edi. Unga qo'ng'iroq qilib, o'zlarini nufuzli yuridik firma vakili sifatida tanishtirishadi va hukumat tomonidan e'lon qilingan pensiya yoshidagi fuqarolar qarzdorligini bekor qilish maxsus dasturi borligini aytishadi. Bu dastur orqali uning barcha kommunal qarzlarini bekor qilish mumkinligini va buning uchun faqatgina bitta ariza imzolash kerakligini ta'kidlashadi. Fotima xola bu yangilikdan juda xursand bo'ladi. Chunki qarz unga tinchlik bermayotgan edi. Ular kelishgan kuni Fotima xolaning uyiga kelib, uni shoshiltirgancha o'zi ham tushunmagan holda qog'ozlarni imzolashga majbur qilishadi. U shartnomani o'qimasdan imzolaydi. Oradan bir necha vaqt o'tgach, uning eshigiga kelgan boshqa odamlar uni kvartirasidan chiqishni talab qilishadi. Shunda u o'z kvartirasining egasi emasligini, uning uy joyini firibgarlar o'z nomlariga rasmiylashtirib olganliklarini bilib qoladi. U imzolagan qog'oz esa aslida o'zining yagona uy joyini sotish to'g'risidagi shartnoma bo'lib chiqqan. Firibgarlar uning ishonchidan foydalanib, uyini arzon narxda sotish to'g'risidagi hujjatni imzolattirishgan. Natijada Fotima xola nafaqat qarzdan qutulmagan, balki o'z boshpanasidan ham ayrilib ko'chada qolgan. Bu misollar orqali ko'rib turganingizdek, firibgarlar juda ayyor va ularning usullari doimiy ravishda takomillashib boradi. Ular sizning ishonchingizdan, yoshingizdan, ba'zan esa yolg'izligingizdan foydalanishadi. Har qanday juda yaxshi taklifga shubha bilan qarashni odat qiling. Unutmang, hech bir rasmiy tashkilot sizning uyingizga kelib,
hujjatlarni shoshilinch ravishda imzolashni talab qilmaydi. Pensiya jamg'armasi, banklar yoki ijtimoiy ta'minot bo'limi hech qachon bunday usulda ish olib bormaydi. Ular sizni doimo o'z idoralariga chaqirishadi, rasmiy xatlar yuborishadi va barcha ma'lumotlarni ochiq oydin tushuntirishadi. Endi esa ushbu mavzuning ba'zi bir noaniq jihatlari, istisnolari va kutilmagan qopqonlari haqida gaplashamiz. Qachon va qaysi vaziyatlarda hujjatlarni imzolash xavfsiz bo'lishi mumkin? Faqatgina ishonchli oila a'zolaringiz, farzandlaringiz, nevaralaringiz yoki yaqin do'stlaringiz ishtirokida va ularning maslahati bilan barcha shartnomalarni diqqat bilan o'qib chiqqaningizdan keyingina imzo chekishingiz mumkin. Shuningdek, hujjatlarni rasmiy davlat idoralarida, masalan, banklarda, notarius idoralarida yoki pensiya jamg'armasi bo'limlarida ular sizga hujjatning har bir bandini tushuntirib bergandan so'nggina imzolash maqsadga muvofiqdir. Hech qachon shoshilmang va shubhalansangiz qo'shimcha savollar berishdan tortinmang. Agar sizga biron bir band tushunarsiz bo'lsa, uni tushuntirishni talab qiling. Firibgarlarning tuzoqlari va noaniq nuanslariga kelsak, ular juda ko'p. Eng asosiy qopqonlardan biri bu. Bu shunchaki rasmiyatchilik yoki bu oddiygina tasdiqlash qog'ozi degan gaplardir. Firibgarlar ko'pincha sizni xotirjam qilish uchun shunday so'zlarni ishlatishadi. Bunday iboralar bu juda katta xavf signalidir. Agar kimdir sizga shunday desa, ayniqsa ehtiyot bo'ling. Ular sizni diqqatni chalg'itishga va hujjatning haqiqiy mohiyatini tushunmasdan imzolashga undashga harakat qilishadi. Yana bir juda muhim qopqon bu boshqalarga ko'rsatmaslik talabidir. Firibgarlar sizdan hujjatni oila a'zolaringizga, advokatlarga yoki boshqa ishonchli shaxslarga ko'rsatmaslikni talab qilishlari mumkin. Ular buni maxfiylik, sizga maxsus imtiyoz yoki tezlik bilan izohlashadi. Bu shubhasiz firibgarlikning belgisi. Har qanday qonuniy hujjatni, ayniqsa u sizning moddiy ahvolingizga ta'sir etadigan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan maslahatlashish va uni o'rganishga haqqingiz bor. Hech kim sizdan buni yashirishni so'ray olmaydi. Shuningdek, zudlik bilan imzolash kerak degan bosimga e'tibor bering. Firibgarlar ko'pincha sizga o'ylab ko'rishga yoki maslahatlashishga vaqt bermasdan joyida imzolashni talab qilishadi. Ular sizni shoshiltirishadi. Taklifning amal qilish muddati cheklangan yoki hujjatlar bugun topshirilishi kerak kabi bahonalar topishadi. Hech qachon bosim ostida imzo chekmang. Har doim o'zingizga vaqt bering. Shoshilinchlik bu firibgarlarning eng sevimli usullaridan biridir va albatta maxsus taklif ham diqqatni tortadi. Sizga faqat siz uchun cheklangan vaqt ichida kabi juda jozibador va haqiqatga o'xshamaydigan takliflar berilishi mumkin. Esingizda bo'lsin, agar biror narsa haqiqat bo'lish uchun juda yaxshi bo'lib tuyulsa, bu ko'pincha yolg'on bo'ladi. Psixologik manipulyatsiya ham firibgarlarning muhim vositasidir. Ular sizning his-tuyg'ularingizga ta'sir qilishga harakat qilishadi. Yo'qotish qo'rquvi, agar imzolamasangiz pensiyangiz kamayadi. Yaxshi hayotga umid, pensiyangizni 2 barobar oshiramiz. Yolg'izlik va yordamga muhtojlik. Ular sizni tushunayotgandek, sizga yordam bermoqchidek ko'rinadi. Bu ayniqsa yolg'iz pensionerlar uchun juda xavfli bo'lishi mumkin. Boshqa bir noaniq jihat shuki, hatto blanket qog'ozlarga imzo chekish ham xavfli bo'lishi mumkin. Ba'zan firibgarlar sizdan bo'sh blanketga imzo chekishni so'rashadi, go'yoki kerakli ma'lumotlarni keyin to'ldirish uchun. Hech qachon bunday qilmang. Sizning imzoingiz tushgan bo'sh blankaga istalgan mazmundagi hujjatni yozib qo'yishlari va bu siz uchun jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Firibgarlar ko'pincha juda rasmiy ko'rinishga ega bo'lgan kiyim-kechaklarda bo'lishadi. Hatto soxta identifikatsiya kartalariga ega bo'lishlari mumkin. Har doim ularning vakolatlarini va kimligini tekshiring. Ular qaysi tashkilotdan ekanligini, lavozimini aniq so'rang va telefon orqali ushbu tashkilotga qo'ng'iroq qilib ma'lumotni tasdiqlang. Va nihoyat vakolatnoma, doverennost degan hujjatga alohida e'tibor bering. Bu juda kuchli huquqiy vosita bo'lib, boshqa shaxsga sizning nomingizdan harakat qilish huquqini beradi. Jumladan, pulingizga, mol-mulkingizga kirish, bank hisob varaqlaridan mablag'larni yechib olish, mulkni sotish va boshqalar. Hech qachon hech kimga shunchaki vakolatnoma bermang. Agar vakolatnoma berishga majbur bo'lsangiz, faqatgina ishonchli oila a'zolariga, faqatgina zarur bo'lgan operatsiyalar uchun. Aniq muddati va amalga oshiriladigan harakatlar doirasini belgilagan holda va albatta notarius orqali rasmiylashtiring. Elektron imzo va rozilikka ham diqqatli bo'ling. Bugungi
kunda telefon orqali ro'zalik berish yoki havolalarni bosish orqali ham turli xil majburiyatlarni o'z zimmangizga olishingiz mumkin. Noma'lum raqamlardan kelgan SMS xabarlardagi havolalarni bosmang. Telefon orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni aytmang. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Qanday qilib o'zingizni himoya qilish kerak va aynan qanday amaliy qadamlarni bajarishingiz kerak. Bu qadamlar sizning xotirjamligingiz va moliy barqarorligingiz garovidir. 1. Hech qachon hech narsani imzolamang agar uni to'liq tushunmasangiz. Bu oltin qo'ydi. Agar sizga biror bir hujjatni imzolashni taklif qilishsa, uning har bir so'zini diqqat bilan o'qing. Agar biror band tushunarsiz bo'lsa, savol berishdan tortinmang. Agar hujjat juda mayda harflar bilan yozilgan bo'lsa yoki uni o'qishga qiynalsangiz, ko'zoynagingizni taqing, yorug'likda o'qing. Agar baribir tushunmasangiz, imzo chekmang. Hech kim sizni buning uchun jazolamaydi. 2. Har doim ma'lumotni rasmiy manbalardan tekshiring. Agar sizga pensiya jamg'armasidan, bankdan yoki ijtimoiy xizmatlardan kelgan vakilman deb murojaat qilishsa, ularning bergan raqamlariga qo'ng'iroq qilmang. O'zingiz pensiya jamg'armasining yagona qisqa raqami 1001 gurtumga, o'z bankingizning ishonch telefoniga yoki mahalliy ijtimoiy ta'minot bo'limiga qo'ng'iroq qiling. U yerdan ma'lumotni tasdiqlang. Har doim rasmiy sizga ma'lum bo'lgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Firibgarlar bergan raqamlarga emas. Har qanday hujjatni imzolashdan oldin maslahatlashishni unutmang. Bu juda muhim qadam. Ishonchli oila a'zoyingiz, farzandingiz, nevarangiz, yaqin do'stingiz yoki huquqshunos bilan maslahatlashing. Hujjatni ularga ko'rsating, ulardan tushuntirishni so'rang. Agar ular ham shubhalansa, imzo chekmang. Yaqinlaringiz sizni har doim himoya qilishga harakat qilishadi. 4. Hujjatning nusxasini talab qiling. Agar sizdan biron bir qog'ozni imzolashni so'rashsa, uni o'zingiz bilan olib ketish va uyda xotirjam o'qib chiqish uchun nusxasini berishlarini talab qiling. Agar ular nusxa berishdan bosh tortsalar yoki sizga hujjatni uyga olib ketishga ruxsat bermasalar, bu katta shubha tug'dirish kerak. Bu degani ular biror narsani yashirishga harakat qilishmoqda. Shu zahotiyoq ularni uyingizdan chiqarib yuboring va hech narsa imzolamang. 5. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni telefon orqali yoki shaxsiy uchrashuvda begonalar bilan bo'lishmang. Pasport ma'lumotlari, bank karta raqamlari, PIN kodlar, CVC kodlar, maxfiy kodlar, bularning barchasi sizning shaxsiy moliyaviy xavfsizligingiz uchun juda muhimdir. Hech bir rasmiy tashkilot sizdan bunday ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. Bank xodimlari ham sizdan kartangizning to'liq raqamini yoki PIN kodini so'ramaydi. Ular allaqachon bu ma'lumotga ega bo'lishadi. 6. Firibgarlikdan shubhalansangiz, darhol xabar bering. Agar siz firibgarlik qurboni bo'lganingizni sezdingiz yoki shubhali harakatlarga duch kelsangiz, darhol ishchi ishlar bo'limiga, 2 raqamiga yoki mahallangizdagi profilaktika inspektoriga murojaat qiling. Ularga vaziyatni tushuntiring. Firibgarlarning barcha ma'lumotlarini, ism sharifi, kiyim kechagi, avtomobil raqami, telefon raqami eslab qolishga harakat qiling. Bu ularni tutishga yordam beradi. 7 oila a'zolaringizni xabardor qiling. Farzandlaringiz va nevaralaringizga ushbu turdagi firibgarlik sxemalari haqida gapirib bering. Ularning yordami bilan siz yanada himoyalangan bo'lasiz. Ular sizga rasmiy ma'lumotlarni tekshirishda va shubhali vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishda yordam bera oladilar. 8. Faqat rasmiy kanallarga ishoning. Esingizda bo'lsin, barcha qonuniy davlat xizmatlari va imtiyozlar rasmiy kanallar, televideniya, radio, rasmiy veb-saytlar, gazetalar va davlat idoralari orqali e'lon qilinadi. Hech kim sizning eshigingizga kelib yoki qo'ng'iroq qilib maxfiy dasturlar uchun imzo so'ramaydi. Xulosa qilib aytganda, aziz pensionerlar va ularning yaqinlari, bugungi kunda firibgarlik xavfi har qachongidan ham yuqori. O'zingizni va mol-mulkingizni himoya qilish uchun hushyor bo'ling. Hech qanday shubhali qog'ozga imzo chekmang. Chunki bu bir parcha qog'oz sizning butun hayotingizni ustun qilib yuborishi mumkin. Har doim rasmiy manbalardan ma'lumotni tekshiring. Yaqinlaringiz bilan maslahatlashing va shubhali vaziyatlarda darhol tegishli idoralarga murojaat qiling. Sizning xavfsizligingiz sizning qo'lingizda. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki ehtimol o'zingiz duch kelgan shunga o'xshash vaziyatlarni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham dars bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling. Toki bu muhim ma'lumot imkon qadar ko'proq insonga yetib borsin, ularni xavfdan asrasin.
sog' va salomat bo'ling.